Assalomu alaykum. O'tib borayotgan haftaning muhim voqea va hodisalar sharhi bilan haftalik dayjest ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Islamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. Nimaga yahudiylar asrlar davomida boshqa xalqlar va davlatlar tomonidan quvilgan degan savolga bugun ko'pchilikda javob bo'lsa kerak. Ular kelishuvga amal qilishmasa, gapirsa yolg'on gapirishsa, boshqa xalqlarni bir tiyinga olmasdan ularni haqorat qilishsa, birovning mulki va yerini talon-taroj qilishni oqlashsa, bolalarni o'ldirishni joiz deb bilishsa, qanday qilib bular bilan tinchlik va totuvlikda yashash mumkin? Bir so'z bilan aytganda, Yahudi sionistlar yovuzlik, buzuqlik, shafqatsizlik, vayronagarchilik va qorong'ulikning yorqin bir ifodasidir. G'azoda o't ochishni to'xtatish to'g'risida Isroil hamda Hamas o'rtasida imzolangan kelishuv kuchga kirganidan ko'p o'tmay, Isroil o'z an'anasiga sodiq qolgan holda tinchlik sulhini buzdi. G'azoga hujumlarni qayta boshlagan Isroil bu harakatlarini go'yoki Hamas tomonidan G'azo chegaralarida Isroil askarlariga qilingan hujum uchun amalga oshirilganini da'vo qildi. Ammo bu Isroilning navbatdagi yolg'on da'vosi bo'lib, aslida hujumni aynan Isroil tomoni fitna qo'zg'ash maqsadida amalga oshirilgani Hamas tomonidan e'tirof etildi. Qisqa vaqt ichida G'azoning turli nuqtalariga uyushtirilgan hujumlar natijasida 50 nafar tinch aholi halok bo'ldi. 150 dan ortiq kishi yaralandi. Vaziyat yanada jiddiy tus olishining oldini olish maqsadida Donald Trampning maxsus elchilari Isroilga yetib keldilar va shundan so'ng Isroil o'z hujumlarini to'xtatishga qaror qildi. Bosqinchi Isroil yo'q joydan qiyinchilik bilan amalga oshirilgan tinchlik sulhini istalgan vaqtda buzishi mumkinligi yana bir bor o'z isbotini topar ekan, bu holat ikki o'rtada kafil sifatida turgan davlatlarni jiddiy xavotirga solgani aniq. Shu bois yaqin kelajakda bunday ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun ular ham jiddiy choralar ko'rishni boshlab yubordilar. Jumladan yaqin kunlarda Misr, Turkiya, Ozarbayjon, Indoneziya G'azo sektoriga xalqaro barqarorlik kuchlarini joylashtirish bo'yicha rezolyutsiya loyihasini BMT Xavfsizlik kengashiga taqdim etadigan bo'ldi. Misr tashqi ishlar vaziri Badr Abdullatiyning ta'kidlashicha, Qohira Falastin hududi boshqaruvini saqlab qolish va rezolyutsiyani tezroq qabul qilishni talab qilmoqda. Ovoz berish noyabr oyi boshida Qohirada o'tkazilishi rejalashtirilgan G'azoni qayta qurish bo'yicha xalqaro konferensiya oldidan o'tkazilishi kutilmoqda. Isroil sulhni buzgach vaziyatni yumshatish uchun Isroilga tashrif buyurgan AQSh vitse-prezidenti Vens isroillik do'stlariga chet el qo'shinlari masalasida hech narsani majburan qildira olmaslikni, ya'ni bu borada Isroil hamma narsani hal qilishini ta'kidladi. Lekin turk qo'shinlari mintaqada foydali rol o'ynashi mumkin deya hisoblashini aytgan. Ammo bunday holat yuz berishidan Netanyahu juda qo'rqadi. U G'azodagi urushdan keyingi kelishuvda Turkiya yoki Qatarning har qanday ishtirokiga keskin qarshi chiqdi va buni qizil chiziq deb atadi. Washington Netanyahu tomonidan qo'llab-quvvatlangan Hamas bilan kelishuvni izdan chiqarishi mumkinligidan xavotirda. Oq uy Turkiya va Qatarning roli sof gumanitar va fuqarolik roli bo'lishini ta'kidlamoqda. Biroq Isroil ularning ishtiroki Anqara va Doha ta'sirini kuchaytirishidan qo'rqadi. Bundan tashqari Netanyahu G'azo sektorida qayta urush boshlanmasligi uchun G'azo sektorida Turkiya harbiy ishtirokining to'liq chiqarib tashlanishini, Hamasning kelajakdagi boshqaruvida hech qanday roli yoki ta'sirining bo'lmasligini hamda Hamas to'liq qurollardan mahrum qilinib, hudud qurollaridan tozalanguncha Isroil harbiy mavjudligining saqlanishi kerakligini talab qildi. AQSh har doimgidek Isroil manfaatlarini himoya qilishni yana bir bor namoyon etgan holda, juma kuni Isroil bilan birgalikda Turkiya armiyasining G'azo uchun rejalashtirilgan xalqaro barqarorlashtirish kuchidan chiqarib tashlanishini tasdiqladi. Endi agar mintaqaga xalqaro barqarorlashtirish kuchlari kiritilgan taqdirda, Misr uning asosiy o'yinchisiga aylanishi mumkin. G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv kuchga kirgach, mintaqaga yordam yuklari kirib kela boshladi. Tabiiyki, Isroil bu borada ham kelishuv shartlariga rioya qilmay, yordam yuklarining belgilangan miqdordan ancha kam miqdorda kirishiga ruxsat bermoqda. Shuningdek, sulh boshlanganidan beri ilk bor G'azodan bemorlar evakuatsiya qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo sektoridan 41 nafar og'ir ahvoldagi bemor va ularning 145 nafar hamrohini evakuatsiya qilgan. Taxminan 15 ming bemor hanuzgacha G'azoda tibbiy yordam olish uchun ruxsat kutmoqda. Tashkilot rahbari mamlakatlarni birdamlik ko'rsatishga va tibbiy evakuatsiyani tezlashtirish uchun barcha yo'llarni ochishga chaqirgan. Isroilning G'azoga yordam yuklarini kiritish bo'yicha kelishuv shartlarini buzayotgani yetmaganidek, sionistlar tomonidan falastinliklar uchun yana bir jiddiy muammo yuzaga keltirildi. Ya'ni Isroil G'azo sektorida BMT faoliyatini taqiqladi.
Isroil hukumati BMTning Yaqin Sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligini G'azo sektorida gumanitar yordam amalga oshirish huquqidan mahrum etdi. Bu qaror Xalqaro jinoiy sudning 22 noyabr kuni Isroilga BMTning falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi faoliyatiga to'sqinlik qilmaslik haqidagi chaqirig'idan so'ng qabul qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil bu qaror haqida AQSh ma'muriyatini ham xabardor qilgan va agentlikning G'azodagi insonparvarlik amaliyotlarida qatnashishiga qat'iyan qarshi ekanligini bildirgan. Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi omborlarida minglab yuk mashinalarini to'ldirishga yetadigan oziq-ovqat zaxiralari mavjud. Bu zaxiralar G'azo aholisini 3 oygacha ta'minlash imkonini beradi. Shuningdek, vayronagarchilik oqibatida uysiz qolgan 1.3 million falastinlik uchun boshpana qurish materiallari ham tayyor holda turibdi. Biroq Isroil ruxsat bermayotgani sababli bu yordamlar hanuz aholiga yetkazilmayapti. G'azoda bu kabi muammolar o'z yechimini kutib yotar ekan, o't ochishni to'xtatishning ikkinchi bosqichida amalga oshirilishi lozim bo'lgan muhim mavzulardan biri bu shubhasiz mintaqaning kim tomonidan boshqarilishi masalasidir. Ma'lumki, Tramp taklif etgan tinchlik sulhiga ko'ra, anklav boshqaruvi Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair boshchiligidagi tinchlik guruhi tomonidan boshqarilishi ko'zda tutilgan. Biroq bu taklif Hamas tomonidan rad etildi. Ularning fikriga ko'ra, mintaqa to'liq falastinliklar tomonidan boshqarilishi kerak. Tony Blair varianti Turkiya, Qatar, Indoneziya kabi vositachi davlatlar tomonidan ham keskin qoralandi. Biroq Misr jinoyatchi Tony Blairni G'azo bo'yicha zamonaviy oliy komissar sifatida qo'llab-quvvatladi. Xo'sh, Misr nega bunday yo'l tutdi? Musulmon olamida so'nggi 10 yilliklarning ashaddiy jinoyatchisi sifatida ko'riladigan Tony Blair kim aslida? Ismi tajovuzkorlik va yolg'on so'zlarining sinonimiga aylangan Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair urushdan keyingi G'azo ma'muriyatiga rahbarlik qilishi mumkin. Bu harakatni Yaqin Sharqda ko'pchilik uning o'tmishdagi musulmonlarga qarshi urushlar qurbonlari xotirasini haqorat qilish deb atamoqda. Aynan Blair 2003-yilda Iroqqa bostirib kirish paytida ommaviy qirg'in quroli bo'yicha yolg'on ayblovlar bahonasida Britaniyani AQSh bilan ittifoqqa olib borgan edi. Natijada 100 minglab tinch aholi halok bo'ldi. Vayron bo'lgan shaharlar, millionlab qochqinlar va terrorizm avj oldi. Keyinchalik Londondagi Chilcot Report nashri Blair razvedka ma'lumotlarini ataylab buzib mamlakatni asossiz va halokatli urushga tortganini tan oldi. Siyosatni tark etgach, Blair Yaqin Sharq to'rtligining maxsus vakili etib tayinlandi. Biroq uning Falastindagi missiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Mahalliy tahlilchilarning qayd etishicha, Blair falastinliklarga deyarli e'tibor bermay, Isroil bilan hamkorlikni mustahkamlashga e'tibor qaratgan. Blair 2014-yildan beri davlat to'ntarishi va musulmon birodarlar tarafdorlari qirg'inidan so'ng hokimiyatga kelgan Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisiga maslahat berib keladi. Middle East Eye ma'lumotlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari Blair va uning jamoasining Qohiradagi ishlarini moliyalashtirgan va u Sisiga o'zining targ'ibot strategiyasini shakllantirishga va G'arb bilan aloqalarni o'rnatishga yordam bergan. Blair ham Sisi ham siyosiy islomni tahdid sifatida ko'radi. Bu esa ularni Hamas va har qanday harakatlarga qarshi umumiy mafkuraviy jabhada birlashtiradi. Endi Blair mintaqaga qaytib, Washington va Qohira tomonidan taxmin qilinganidek, Misr chegarasidagi Al-Arishda joylashgan G'azo xalqaro o'tish ma'muriyatiga rahbarlik qilmoqchi. Misr rasmiylari Blairni 1920-yillarda Falastinning Britaniya mustamlaka boshqaruvchisi Gilbert Samuel bilan taqqoslab, uni zamonaviy oliy komissar deb atashmoqda. Agar G'azo o'tish ma'muriyati boshqaruvi falastinliklar qolib Tony Blairga topshiriladigan bo'lsa, buning oqibati falastinliklar uchun ayanchli yakun topishi mumkin. O'z vaqtida Iroqdagi musulmonlarni qirishda AQShga yaqindan ko'makdosh bo'lgan Blair mintaqada Isroil manfaatlariga xizmat qilishga shubha qilmasa ham bo'laveradi. Boshqacha qilib aytganda, Blairning boshqaruvga kelishi Tramp tomonidan ilgari surilgan G'azo aholisini surgun qilish orqali G'azo sohillarini Riveraga aylantirish loyihasiga poydevor qo'yish deganidir. Mubashir Ahmad sud hukmi ustidan shikoyat bermaslikka qaror qildi. Domlaning advokati bergan bayonotiga ko'ra, u taqdir deb qadarga taslim bo'ldi. 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Alisher Tursunov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmi ustidan shikoyat bermaslikka qaror qildi. Bu haqda uning advokati Abdulloh Sodiq xabar berdi. Biz Mubashir Ahmad domlaga sud hukmi ustidan shikoyat berish fikrini aytganimizda buni rad etdi.
shikoyat kiritmaslik o'zining mustaqil qarori hisoblanadi. Menimcha domla taqdir deb qadarga taslim bo'ldi. Qo'shtirnoq ichidagi odil sudlovni ko'rdi. Yana ovoragarchilikda yurishni xohlamadi deya ta'kidladi advokat. Abdulloh Solih advokat sifatida sud hukmidan norozi ekanini ta'kidlar ekan, sud jarayonida ham domlaning harakatlarida Jinoyat kodeksining 156-moddasi milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish va 244-moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish tarkibi yo'qligini isbotladik. Shunga qaramay bu ishda asosiy qaror qabul qiluvchi mijozimiz. Uning fikri muhim. Kecha domla bilan ko'rishib chiqdim. Sog'lig'i yaxshi deya qo'shimcha qildi u. Eslatib o'tamiz, Mubashshir Ahmad Jinoyat kodeksining 57, 59 hamda 61-moddalari bilan aybli deb topilib, 2 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Shu bilan birga uning Facebook, Instagram sahifalari, Telegram messenjeri hamda YouTube video hostingidagi Mubashshir Ahmad va Azon Global axborot tahliliy kanallarining faoliyati ham to'xtatildi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 19-sanksiyalar paketini tasdiqladi. Yangi choralar Rossiya banklari, kriptobirjalar, shuningdek Hindiston va Xitoydagi ayrim tashkilotlarga taalluqli. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi beqarorlashtirishga urinishlarning oldini olish maqsadida rossiyalik diplomatlar harakatlariga cheklovlar joriy etmoqda. Shuningdek, AQSh Donald Trampning ikkinchi prezidentlik davri boshlangandan beri ilk marta Rossiya energetika sohasining gigant kompaniyalari Rosneft va Lukoilga, shuningdek, ularning tarkibidagi 50% va undan ortiq ulushga ega shu'ba korxonalariga sanksiya qo'lladi. Bu Tramp ma'muriyatining Rossiyaga nisbatan joriy qilgan ilk yirik sanksiyasi hisoblanadi. Bu sanksiyalar ushbu kompaniyalar bilan ishlaydigan, neft va neft mahsulotlari import qiladigan chet el kompaniyalari uchun ikkilamchi sanksiyalar xavfini oshiradi. Xitoy AQShning Rossiyaga qarshi bir tomonlama sanksiyalariga qarshi chiqdi. Pekinda ta'kidlanishicha, Yevropa va Amerika davlatlarini ham o'z ichiga olgan aksariyat mamlakatlar Rossiya bilan savdo aloqalarini davom ettirmoqda. Yevropa Ittifoqi va AQShning Xitoy va Rossiya kompaniyalari o'rtasidagi normal hamkorlikni tanqid qilishga hech qanday haqqi yo'q deyilgan Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Xitoyning bu tanqidlarga javoban Donald Tramp 1-noyabrdan Xitoy tovarlariga 155% boj joriy etilishini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, u Xitoy bilan ehtiyotkor muomala qilishni xohlagan, ammo Pekin ko'p yillar davomida AQShga nisbatan qattiq siyosat yuritgan. Bizda ishni tushunmaydigan prezidentlar bo'lgan. Ular Xitoy va boshqa davlatlarga bizdan foydalanishga yo'l qo'yishgan, dedi Tramp. Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarga qaytadigan bo'lsak, Putin AQSh sanksiyalari Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir qilmasligini aytdi. Bunga javoban Tramp ruslar sanksiyalar qanday ishlashini 6 oydan keyin bilib olishlari mumkinligini kinoya qilgan. O'zbekistonda yana 6 ta davlat fuqarolari uchun rasman vizasiz tartib joriy etildi. O'zbekiston 6 ta yangi davlat uchun vizasiz rejimni rasman joriy qilmoqda. Bu borada 21-oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari qabul qilindi. Hujjat bilan hukumatning 1996-yil 21-noyabrdagi 408-son qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Unga ko'ra 408-son qarorning 5-ilovasida keltirilgan fuqarolari uchun O'zbekiston Respublikasida vizasiz rejim joriy qilingan mamlakatlar soni yana 6 taga ko'paydi. Ular Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Ummon, Saudiya Arabistoni va Iordaniya davlatlaridir. Ularning fuqarolari O'zbekistonga 30 kungacha erkin kirishlari mumkin. Shu kunga qadar mamlakatimizga vizasiz kirish huquqiga ega davlatlar soni 85 ta edi. Shuningdek, Avstriya, Belgiya, Britaniya, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Shveysariya, Yaponiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Pokiston kabi 15 ta davlat fuqarolari uchun biznes vizalarini berishning soddalashtirilgan tartibi joriy etildi. Bunda Eron va Pokiston fuqarolari uchun biznes vizalari, ishbilarmonlik va akademik doiralar, shuningdek turistik guruhlar uchun soddalashtirilgan viza jarayonlari to'g'risidagi kelishuvlar asosida beriladi. Agar qo'shimcha tekshiruvlar zarur bo'lsa, viza berish muddati 10 kungacha uzaytirilishi mumkin. Shuningdek, so'nggi vaqtlarda mamlakatimizga eng ko'p tashrif buyurayotgan xitoyliklar oqimi yanada ko'payishi kutilmoqda. Chunki hukumat Xitoy fuqarolari uchun vizasiz qolish muddatini 30 kungacha uzaytirdi. Avvalgidek 7 kun davomida vizasiz kirish mumkin bo'lgan Gonkong aholisi uchun istisno saqlanib qolingan. AQShda muhojir trak haydovchilari ishsiz qolishi mumkin. AQShda tijoriy haydovchilik guvohnomalari CDL berishning yangi qoidalari yillar davomida yuk mashinalari haydovchisi sifatida tirikchilik qilib kelayotgan minglab Markaziy Osiyolik muhojirlarning tirikchiligini xavf ostiga qo'ydi. Immigratsiya siyosati, reydlar va ommaviy tekshiruvlardan so'ng ularning hayoti og'ir sinovga aylandi. Meksika orqali AQShga kelgan muhojirlarning aytishicha, ingliz tilini yaxshi bilmasangiz ham CDL olish va yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlash ancha oson bo'lgan. Donald Tramp 2025-yil yanvarida hokimiyatga kelganidan so'ng AQShda
immigratsiya qoidalari keskin kuchaytirildi. Reydlar va ommaviy deportatsiyalar boshlandi va kuzda transport departamenti yangi cheklovlarni joriy qildi. Xorijliklar endi CDL haydovchilik guvohnomasini ish vizasiz va federal immigratsiya holati tekshiruvidan o'tmasdan ola olmaydi. Vaziyat 12-avgust kuni Floridada ro'y bergan mast holatda trak haydagan hindistonlik muhojir sababchi bo'lgan yirik avtohalokatdan so'ng o'zgardi. Hodisa oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, haydovchi noqonuniy maqomda gumon qilinganiga qaramay, Kaliforniya va Washingtonda CDL olgan. Ushbu voqeadan so'ng Tramp ma'muriyati xorijliklarga CDL berishni to'xtatib turishni buyurdi. Davlat kotibi Mark Rubio yuk mashinalari haydovchilari uchun ish vizalari vaqtinchalik to'xtatilganini e'lon qildi va transport departamenti yangi talablarini belgiladi. CDL endi faqat AQSh fuqarolari, green card egalari yoki ish vizasi egalariga beriladigan bo'ldi. London Hayat Tahrir Shomga qo'yilgan taqiqni bekor qildi. Britaniya hukumati Hayat Tahrir Shomni 2000-yilgi terrorizm to'g'risidagi qonunga muvofiq terrorchilik tashkilotlari ro'yxatidan rasman chiqarib tashladi. Tegishli buyruq 21-oktyabr kuni parlamentga kiritilgan. Qaror idoralararo puxta baholash natijasi bo'lib, XTShning sobiq rahbari Ahmad Shara boshchiligidagi Suriya o'tish davri hukumati bilan hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu qaror AQShning 2025-yil iyul oyida XTShni xorijiy terrorchilik tashkiloti ro'yxatidan olib tashlash harakati bilan bir vaqtda to'g'ri keldi. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi bu qaror hech qanday mafkurani qo'llab-quvvatmasligi, balki milliy xavfsizlik manfaatlaridan kelib chiqqanligini ta'kidladi. O'zbekistonda qamoqdan qochgan 31 yoshli pedofil maktabdan qaytayotgan 3-sinf qizaloqni zo'rlagani xabar berilmoqda. Holat 16-oktyabrda Ohangaronda bo'lgani, odam qiyofasidagi isqir pedofilni mahalliy aholi Makka poyi ichidan tutib olgani aytilmoqda. U 2017-yilda 14 yoshga to'lmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilgan sababli 16 yilga qamalgan bo'lgan. Qamoqdan qochib Ohangaronda yana shu ishni takrorlagan. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Jabrlanuvchi voyaga yetmagan qiz birlamchi ko'mak xonasiga joylashtirilgan. Ayni paytda psixolog tomonidan dastlabki suhbat o'tkazilmoqda. Pedofilning qamoqdan qochish ortidan bir necha ichki ishlar organi xodimlariga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bugun jamiyatimizda avj olayotgan pedofiliya, jinsiy zo'ravonlik va ayollarni tahqirlash kabi jinoyatlar insonlarni Allohdan va oxiratdan uzoqlashtirib, mana shu dunyoda imkon qadar ko'proq lazzatlanib yashashim kerak degan dunyoqarashni targ'ib qilayotgan demokratik tuzum mevasidir. Boshqacha qilib aytganda, bunday illatlar ayolni himoya qilinishi vojib bo'lgan, nomi sifatida qaraladigan islom dinidan uzoqlashgan jamiyatda ko'proq uchraydigan holatdir. Bunday pedofillarga qattiq va qat'iy chora ko'rilmas ekan, bechora zo'rlangan go'daklarimiz safi ortib boraveradi. Ammo pedofil va zo'ravonlarni kastratsiya yoki umrbod qamoqqa hukm qilib jazolash muammoni tubdan hal qilmaydi. Yechimni esa islom va shariatdan qidirish lozim. Bu bizning dasturimizdan o'rin egallagan so'nggi lavhamiz edi. Kelgusi dasturlarimizda sog' salomat ko'rishguncha omon bo'ling.